Yaqında astronomiya sohasida dunyoni zilzila keltirayotgan ishdan birisi yuz berdi. Ya'ni Chilidagi kichik sayyoralarning soqilishidan signal berish sistemasi Sun Oy Atlas deb atalgan planetlar aro osmon jismining Quyosh sistemasiga kirganligini bayqagan. Oldingi mazmunda biz bu planetlar aro osmon jismining tabiiy osmon jismiga o'xshamaydigan ikki xil benormal alayligini so'zilgan. Endi davomli shu mazmunni so'zlaymiz. Sun Oy Atlasning 3-chi benormal alayligi bo'lsa, uning orbitasi Quyoshga yaqin nuqtaga yaqinlashir ekan. Hamda bu joyda orbit o'zgartir ekan. Lekin dal uning orbit o'zgartgan vaqti Quyoshning kayniga to'g'ri kelgachga yer sharidan bevosita kuzatgili bo'lmaydi ekan. Mundaq deganda bu yer kelganda u Obota Jedongning ta'tir yo'nalish bo'yicha ish qilar ekan. Obota Jedong deganimiz olam kemasi turg'un yulduzga yoki sayyoralarga yaqinlashib, tortish kuchi eng ojiz nuqtaga borganda suratni teziltadi. Bunda qilganda harakat energiyasi ko'payadi. Tabiiy osmon jismlari bu nuqtaga yaqinlashganda tortish kuchi harakat energiya kuchiga aylanib, o'xshashli sur'atda tezlashib ketadi. Endi ta'tir yo'nalish Obota Jedong bo'lsa, tortish kuchi ojiz nuqtaga borganda suratni ostiltadi. Maqsad bo'lsa orbit o'zgartish uchun hamda bir qitim uchish orqali eng yaxshi usul bilan Venera, Mars, Yupiter qatorliqlarga yaqinlashish uchun. Shunga tabiiy osmon jismining suratni tezlatishi normal, suratni ostiltishi benormallik hisoblanadi. Uning ustiga Sun Oy Atlas suratni ostiltganda dal Quyoshning keng tarafiga o'tib oladi. Yer sharidan kuzatkili bo'lmaydi. Albatta siz buni bir to'g'ri kelib qilish deyishingiz mumkin. Undaqda 4-chi benormallikqa qarab boqaylik. O'ttirliqda qistirib qo'ydiganim eng yangi kino teatrlarni dal vaqtida ko'rmoqchi bo'lsangiz, Legleg 66 saloniga egishib olsangiz bo'ladi. Oylik azaliq haqiqiy oralda tutgan. Kuzatish asboblariga qaraganda Atlasning shakli bakli g'alati bo'lgan. Ya'ni Lady Xingduang hisobda suv tomchisi shakli desak bo'ladi. Odatda osmon jismlari ellips shakli, chambar shakli yoki hech qanday qoidaga tushmagan shakl oldi bo'ladi. Bu xil mukammal suv tomchisi shakli olam jismi tabiiy odamning gumonini qo'zg'ay oladi. Uning 5-chi alayligi bo'lsa, u intayin benormal holatda Venera, Mars va Yupiterga yaqinlashir ekan. Mo'ljallanishcha 10-oyning 3-chi kuni Marsga yaqinlashir ekan. 12-chi oyning 17-chi kuni Yer sharidan 356 million kilometr yiroqlikdan uchib o'tar ekan. Undan boshqa biz bayam degandek suratni ostilganlik sababidan u Yupiterga intayin kichik oraliqda yaqinlashir ekan. Bu ahvolni hargiz odatga o'ylamang. Chunki Quyosh sistemasidagi sayyoralarning harakat doirasi intayin cho'ng. Bundaq ehtimollik bakli kichik. Shunga Atlasning orbitasi bu butunlay ixtiyoriy holatga shakllangan orbit emas. Bu balki ma'lum kuchning tangishi orqasida ilib berilgan bo'lishi mumkin degan mundaq bir gumonni qo'zg'agan. Professor Avilo buning qarta tajriba ishlagan. Tajriba natijasi 0.5 bo'lib